Bolalikni eslatuvchi rakushka shirinligini qaymosamasdan ham qanaqa qilib yumshoq tayyorlashni videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rganib olasiz. Idishimizga un va margarinni solib, urvoq holiga keltirib olamiz. Ozgina vanilin va razliqlicha solib, qumoqini chetga olib qo'yamiz, sarig'ini sovib olamiz. Qaymoqni o'rniga qattiq va mayonezni aralashtirib sovib oldim. Xamirimiz shunaqa suyuqroq bo'ladi. Ozgina un solib, yumshoqqina xamir holatiga keltirib olamiz. Xamir tinguncha bezga tayyorlab olamiz. Tuxum oqiga chimdim tuz sepib, ko'pirtirib, ozginadan shakar solib, shunaqa qattiq holatga kelguncha mikser qilamiz. Taxminan 5-7 daqiqa mikser qilamiz. Kichkina zuvalachalarimizni somsa razmerida yoyib, bezi va xohishga ko'ra ichiga yong'oq magi sossanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda yopib, chetlarini yopishtirib olamiz. Agar siz hozirgi trenddagi listli, barakali shirinliklar retseptini o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn kursimga qabul ochildi. Kommentda bir raqamini yuboring, sizga ma'lumot beriladi. Rakushkalarimiz chiroyli bo'lib qizarib pishib, xohishga ko'ra moloko va yong'oq yoki fistashka sepib, dasturxonga tortamiz. Bu videoni shirinlikni yaxshi ko'radigan shirinxo'r tanishingizga yuborib qo'ying.